meningitni boshlanishi oddiy shamollashga o'xshab boshlanadi. Bu burun oqish, temperaturani juda ham yuksak ko'tarilishi, bu 40 gacha ko'tarilishi. Chiroqdan qo'rqish, bolajon doim yotoqchilaydi, bolajon juda ham injiq bo'ladi, qusadi va eng asosiy va yomon sabab va belgi bu narsa toshishi. Agar narsa toshishni boshlasa, bu bolajonni kelajakda 50 o'lim bilan xavfi bor. Stakanni olib shu toshmani ustiga bosganingizda, stakanni orqasida bossangiz ham stakanni orqasida toshma ko'rinib turadi. Bu meningal ko'klarni tomirlariga toksik ta'siri natijasida mayda qon tomirlarining yorilishi va o'shani oqibatida shu yerga qon talashishini belgisi bo'lib, u bosganingizda ham ketmaydi. Meningitli toshmalari meningokokksemiya deydi. Bu sepsis darajasiga kelayotgan va bolada zudlik bilan vrachga olib borib, zudlik bilan antibiotik boshlash va zudlik bilan reanimatsion chora-tadbirlar ko'rishligiga ko'rsatma bo'ladi. Tajribasiz yosh onalar, otalar bolajonni tarbiyalashda xatoliklar qilib qo'ymasligi uchun bu videomizni maksimal darajada tarqatib qo'ying.